Assalomu alaykum. Bugun biz Vakil AI platformasiga kirish va undan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Google ga Vakil AI deb qidiruv berib, saytiga kiramiz va kirish tugmasini bosamiz. Birinchi navbatda tizimdan foydalanish uchun chap pastki burchakda joylashgan kirish tugmasini bosamiz. Tizimga kirishning ikkita yo'li bor. Telegram orqali yoki Google akkaunt orqali ulanishingiz mumkin. Sizga avtorizatsiya qilish uchun ruxsat berishingizni so'rab, Telegram va Google orqali xabar keladi. Qabul qilish, ya'ni Print tugmasini bosib kiriladi. Ikkala holatda ham tizim bir xilda ishlaydi. Profilga kirgach, chap tarafdagi agentlar ro'yxatiga e'tibor bering. Hozirgi kunda soliq, buxgalteriya, bojxona va audit agentimiz eng mukammal va aniq ishlaydigan bo'lim hisoblanadi. Unga soliq va buxgalteriya sohasiga oid savollarni berib, chat orqali huquqiy va tahliliy javoblar olishingiz mumkin. Shuni eslatib o'tishimiz kerakki, umumiy suhbat va chuqur tadqiqot chatlari hozirda test rejimida ishlamoqda. Ushbu bo'limlarda ishlov berish jarayoni davom etmoqda. Agar chatda savol yuborganingizdan keyin kechirasiz, so'rovingizni qayta ishlashda xatolik yuz berdi, qayta urinib ko'ring mazmundagi xabar chiqsa, xavotir olmang. Bu texnik uzilishni bartaraf etish uchun brauzeringizdagi sahifani yangilash, ya'ni obnovit tugmasini bosishingiz yetarli. Shundan so'ng tizim yana normal holatda ishlashda davom etadi. Yana bir qulaylik jihati o'zbek, rus va ingliz tilida ovozli chat orqali голосовой savol yuborish funksiyasi bor. Qurilmaning kompyuter va mobil telefon uchun versiyalari bor. Telefon versiya borligini qulayligi shundaki, siz istalgan vaqtda telefon orqali foydalanishingiz mumkin bo'ladi.